Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yarim tun Nafisa eriga yozgan xatini yostig'i ustiga qo'ydi-yu, hech kim sezib qolmasin deb oyoq yalang chiqib ketdi. U hammasidan to'ygan edi. Vaholanki kechagi kungacha u biz baribir baxtli bo'lamiz derdi. Endi esa birgina chora hayot bilan vidolashish deb o'ylamoqda edi. Shunda eri boshqa turmush quradi. Ehtimol farzandli ham bo'lar. Qamishzordan o'tib soy tomon yura boshladi. Yuragi borgan sari qattiq dukullardi. Gunohimni o'zing kechir. U shunday deb soy chetiga yaqinlashganda bola ovozidan jimib qoldi. Menga eshitilyaptimi yoki? Ovoz kelgan tomon shoshildi. Qo'llarini qamishlar tilib tashlasa-da, buni sezmadi. Nihoyat bola yotgan yerga keldi-yu, bolani ko'tarib oldi. Bechora bolagina-ya, seni kim yerga tashlab ketdi? Kimga ortiqcha bo'lib qolding? Bugun hayotimdan umidimni uzgandim. Meni hayotga qaytarding. Yo'rgakni ochib ko'rdi. O'g'il bola ekan. Bolani quchgancha qishloqdagi onasining uyiga bordi. O'g'illari shaharda ishlab qolib, kattagina hovlida yolg'iz onasi yashardi. Qizini bu ahvolda ko'rib hayratlandi. Qizim, tinchlikmi? Qo'lingdagi bola kimniki? Nafisa hech bir so'z aytolmay yig'lab yubordi. Mayli qizim, mavridi kelsa o'zing tushuntirarsan. Hozir bolaga qaraylik. Kechqurun sut sog'ib qo'yuvdim. Ona sho'rlik sutni qaynagan suv bilan aralashtirib qaynata boshladi. So'ng bir amallab sutni qoshiqchada bolaga berib qornini to'ydirishdi. Bolakay nihoyat uxlab qoldi. Bolam, yuragimni siqmay to'g'risini ayt. Bolani qayerdan olding? Oyijon, guldek bolasini birov qamishzorga tashlab ketgan ekan. Endi u mening bolam. Qamishzorda nima qilib yurganding? Nafisa qaynonasining malomatlari-yu, erining oldida vijdoni qiynalayotganini, hayotdan to'yganini, hammasini so'zlab berdi. Ona ham yig'ladi. Sal bo'lmasa qizi joniga qasd qilishi mumkin ekan-a? Yaratganning mo'jizasini. Bechora qizi 7 yildan buyon tirnoqqazor edi. Qaratmagan doktori, tabibi qolmadi. Qaynonasi esa har gapining birida o'g'lini onasi o'pmagan qizga uylantirishini ta'kidlashdan toymaydi. Kuyovi baraka topsin. Shuncha yil xotiniga sabr, bardosh tilab o'zi ham sabr qilib kutayotgandi. Navbatdagi qaynonasining dashnomi Nafisaga og'ir botdi. Sen o'g'limni issiq sovuq qilib olgansan. Bo'lmasa tug'mas xotinni 7 yildan beri ushlab turadimi? Sen tufayli bechora bolam zurriyotsiz o'tib ketyapti. Shuncha javobini ber. Bu tug'mas xotiningni desam ko'nmaydi. Bu gaplar Nafisaning jon-jondan o'tib ketdi. Axir eri unga sevib uylangan. Javobimni bering desa sendan boshqasi kerakmas deydi. Yaxshisi hayotidan butunlay ketaman. Shundagina eri balki taqdirga dam berib boshqasiga uylanar. Xat yozdi. Komil aka, meni qidirmang. Siz bu xatni o'qiyotganingizda bu olamda bo'lmayman. Qancha tilamaylik, biz baxtli bo'ladiganga o'xshamadik. Komil aka, onangiz topgan qizga uylaning. Xudo nasib qilib, farzandlar atrofingizda chug'urlashib yuradi hali. Komil xatni bir nafasda o'qidi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nafisa, nima qilib qo'yding? U soy tomon yugurib ketdi. Qamishga ilinib qolgan xotinning ro'molini olib yuziga bosib yig'ladi. Nafisa uni tashlab ketishi mumkin emas. Komil ancha vaqt shu yerda o'tirdi. Maktab davrida Nafisaning qanday chiroyli qiz bo'lganini, bitiruv oqshomi unga birinchi marotaba sevgi izhor qilganini esladi. Oyi, kuyovingiz qidirib kelmasidan avval ketaylik. Axir qayerga ham boramiz bolam? Jizzaxdagi xolamnikiga ketamiz. Hovlilari juda ham katta. Bizga ham joy topiladi. Men ishga kiraman. Keyin uy olib alohida chiqamiz. Komil Nafisalarnikiga kelganda ular allaqachon yo'lga chiqishgandi. Eshik taqillaganini ko'rgan qo'shni ayol chiqib keldi. Nafisaxon onasi bilan Jizzaxga ketdi. Sizga xat ham qoldirib ketuvdi. Xayriyat tirik ekan. Yengil tin oldi Komil. Xatni shoshib o'qidi-yu hafsalasi pir bo'ldi. Men hayotingizdan butunlay ketmoqchi edim, lekin baxtli tasodif hayotga qaytardi. Endi izlab ovora bo'lmang. Onangizning ham aytganlarini qiling. Baxtli bo'ling. Komil uyga mahzun qaytdi. Har ketsa ketar, ha ketsa ketar. Xotin zotiga qurt tushibdimi?
O'zim seni qo'sha bola tug'ib beradiganga uylantirib qo'yaman, dedi onasi. Shomda ona bola, xola deganlari aslida ona tomondan uzoqroq qarindosh edi. Voy, qadamlaringga hasonat, xursand bo'ldi uy egasi. Qayerdan quyosh chiqdi? Bu nabirangmi? Ismi nima? Ona hayron qiziga qaradi. Nafisa ozgina kalovlanib, Hayot, ismi Hayotjon dedi. O'zim o'rgilay Hayotjon, katta yigit bo'lgin. Xolaning 2 o'g'il va 2 qizi bo'lib, kichik o'g'li va kelini bilan yashar. Qizlari turmush qurib ketgan. Katta o'g'li esa alohida hovli olib chiqib ketgandi. Xola jiyanning ko'zidagi ma'yuslikni sezgan bo'lsa-da, mayli, bir kuni o'zi ochilib qolar deb indamadi. Ular 3-4 kun mehmon bo'lganlaridan keyin voqeani asta bezbonga tushuntirishdi. Ha, bechora qiz, ancha qiynalibdi. Shu yerda yashayveringlar. Joyimiz katta. Hovlining etagidagi mana bu uy bo'sh yotibdi. Sizlar kelib to'ldiringlar. Adashmasam qizim, hamshiralik diploming bor. Qishloqqa esa hamshira kerak. Tez orada Nafisa ishga kirdi. Onasi esa bolaning atrofida parvona edi. Hayotbek ham teta poya qilib shirin tillari bilan aya, buvi so'zlarni gapira boshladi. Nafisa har gal o'g'li uni aya deganda lo'ppi, yuzlaridan o'pib bag'riga bosardi. Darvoqe, bolani qanday topgani, farzandsizlikka olmoqchi ekanini aytib idoralarga uchrashgach, nihoyat u bolaning qonuniy jihatdan ham onasiga aylandi. Komil esa Nafisa ketgandan keyin ancha odamovi bo'lib yurdi. Onasining qistovi bilan u yana uylandi. Kunlar, oylar o'tsa hamki, uning ko'ngli xotinga ilimadi. O'zini taqirlangandek sezgan ayol ko'ch-ko'ronini yig'ishtirib ketib qoldi. Komil xotinining yo'qligini payqamadi ham. Soch soqoli o'sib, xuddi Majnun qiyofasiga kirib qolgan yigit alamini ichkilikdan oldi. Bolam, bunaqa o'zingni xarob qilasan-ku, dedi ona zor o'g'lining rangpar yuziga qarab. Nima qildingiz oyi, nima qilay? Guldek xotinim bor edi, chiqishtirmadingiz. Sabr qilsak farzand berar dedim, ko'nmadingiz. Farzand asrab olaylik desam ham ko'nmadingiz. Bechorani xarob qildingiz. Bo'ldi o'g'lim, endi tushundim. Sening baxting Nafisa ekan. Qaniydi vaqtni orqaga qaytara olsam. Oyijon, kech, juda kech. Men soy bo'yida uning ro'molini topganimda bir umrga yo'qotdim deb o'ylagandim. Baxtimga tirik ekan, lekin shuncha vaqtdan beri xabar olmadim. Axtarib bormadim. O'g'lim, haliyam ko'ngling bor ekan. Yur birga boramiz. Kechirim so'rayman undan. Yo'q oyijon, uni o'zim olib kelaman. Eshitishimcha qayta turmush qurmabdi. Asrab olgan farzandi bilan yasharkan. Komil Jizzax tomon yo'l oldi. Ular yashaydigan qishloqqa yetib, endigina odamlardan surishtirayotganda, sim tortilgan hovlida kirlarni chayayotgan Nafisani, atrofida chug'urlab nimadir deyotgan 2-3 yoshlardagi bolakayni ko'rdi. Komil hovliga qadam qo'ydi. Nafisa unga qaradi-yu qotib qoldi. Bola ham ziyrakkina ekan. Oyisining va notanish kishining ko'zlaridagi ma'nolarni uqqandek, shirin tillari bilan dadam keldimi deb so'radi. Oyisidan javob bo'lmagach Komilga qarab yurdi. Siz kimsiz? Komil bolani ko'tarib oldi. Nafisa ham eri tomon asta yurdi. Oradan 1 yil o'tib, ularning xonadonida chaqaloq yig'ladi. Komilning 2-chi xotini qayta turmush qurib, boshqa oiladan baxtini topdi. Komil va Nafisaning esa peshonasiga qo'sha qarish yozilgan ekanmi? Ular baribir bitta oila bo'ldilar. Baxt yuz o'girmadi.